Poytaxtimizda Xitoy Markaziy Osiyo inson huquqlarini rivojlantirish bo'yicha 2026-yil forumi bo'lib o'tdi. Forum Xitoyning inson huquqlarini rivojlantirish jamg'armasi va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan tashkil etildi. Forum yuqori sifatli rivojlanish orqali inson huquqlari sohasidagi taraqqiyotni birgalikda ilgari surish mavzusiga bag'ishlandi. Tafsilotlar esa muxbirimiz lavhasida. Inson huquq va erkinliklari oliy qadriyat. Bu shunday qadriyatga hamisha dolzarb va hudud tanlamaydi. Uning mazmun mohiyati shunchalik kengki chegara bilmaydi. Xitoy Markaziy Osiyo inson huquqlarini rivojlantirish forumida 6 ta davlatdan 100 dan ortiq soha ekspertlari qatnashgan. Mavzuga oid eng muhim masalalarni birgalikda muhokama qilib, mavjud muammolarga yechim izlagani buning isboti. Forumda inson huquqlarining juda ko'p yo'nalishlari, eng asosiy yo'nalishlari kambag'allikni qisqartirish, insonning farovon yashash huquqini ta'minlash. Bundan tashqari, inson huquqlarini yashil texnologiyalar asosida rivojlantirish, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning jamiyatga ilg'or kirib kelishi va bu jarayonda inson huquqlari masalalarini ta'minlash. Bu borada eng zamonaviy loyihalarni amalga oshirish masalalari ko'tarilgan. Mazkur nufuzli anjumanning yuqori sifatli rivojlanish orqali inson huquqlari sohasidagi taraqqiyotni birgalikda ilgari surish deya nomlangan. Uning kun tartibidan qator uchrashuv va kelishuvlar o'rin olgani bejiz emas. Yana bir e'tiborli jihati Toshkent forumi aynan Xitoy Markaziy Osiyo hamkorligi sifat jihatdan yuksak rivojlanish bosqichiga ko'tarilgan muhim davrga to'g'ri kelmoqda. Forum doirasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bilan Xitoyning inson huquqlarini rivojlantirish jamg'armasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumini imzolanishi ham ushbu yo'nalishdagi aloqalar bardavomligi uchun muhim huquqiy asoslardan biri bo'ldi. Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, shuningdek, ushbu mamlakatlar rahbarlari tomonidan erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish nihoyatda muhim. Bizning umumiy intilishimiz bu mamlakatlarimiz xalqlari farovonligini yuksaltirish va ularning taraqqiyotini ta'minlashdir. Anjuman doirasida imzolangan memorandumning asosiy mazmuni kelgusida ilmiy amaliy tajriba almashishni ko'paytirish, hamkorlikda kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish hamda turli sohalar, xususan inson huquqlari yo'nalishida bizning jamg'armamiz bilan hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan. Nufuzli anjuman yakunida Xitoy Markaziy Osiyo inson huquqlarini rivojlantirish forumining Toshkent tashabbusi deb nomlangan yakuniy hujjati ishlab chiqildi va taqdimoti o'tkazildi.